Hurmatli o'quvchilar, ustozlar, demak bugun sizlar bilan energiya almashinuvining birinchi darsini ko'rib chiqamiz. Men Umar Muhammadali, Farg'ona viloyatida offline kurs repetitorman. Onlayn kursga ham yaqinda start beramiz. Xo'p, demak boshladik. Energiya almashinuvi. Energiya almashinuvini biz yana dissimilyatsiya yoki katabolizm deb ham yuritamiz. Mana bu uchala nom, demak umumiy bitta nom hisoblanadi. Katabolizm, dissimilyatsiya va energiya almashinuvi. Bu mavzuni o'rganishimiz uchun bizlarga nima kerak? Bilishimiz kerak bo'lgan narsalar: birinchisi fosforlanish, energiya almashinuvining bosqichlari va energiya turlari. Shu uchala bosqichni biladigan bo'lsak, ya'ni jarayonlarni biladigan bo'lsak, biz umumiy barcha ma'lumotlarni tushunishimiz mumkin. Demak, birinchisi fosforlanish nima bu? Bu atama qachon kirib keldi? Bu fosforlanish oldin ham bor edi, lekin oldingi masalalarda fosforlanish haqida savollar bo'lmasdi. Lekin endigi masalalar murakkablashib borgan sari buni ichiga kiryapmiz. Fosforlanish bu ATF bilan fosfat kislota birikib ATFning hosil bo'lishi. ATF bu energiya almashinuvindagi zaxira energiya ombori. Mana bu yerga yozganmiz. ATF hosil bo'lishi uchun demak bitta ATF bilan fosfat kislota birikadi va ular birikayotgan paytda 40 kilojul energiya uni biriktiradi. Natijada ATF va suv hosil bo'ladi. Birga bir nisbatda nechta ATF hosil bo'lsa, shuncha suv ham hosil bo'ladi. Masalalarda ko'pchilik masalalarda shuni so'raydi. Misol uchun 38 ta ATF chiqdi, nechta suv hosil bo'ladi desa, 38 ta suv hosil bo'ladi. Faqat bu suv fosforlanish natijasida hosil bo'ladi. Xo'p, endi mana bu yerga ahamiyat qaratamiz. Nechta ATF sarflasak, shuncha ATF hosil bo'ladi. Nechta ATF parchalasak, shuncha ATF hosil bo'ladi. Ya'ni ATFlar kamaysa, ATF ortadi, ATFlar kamaysa, ATFlar ortadi. Masalalarda ko'pincha xuddi shu holatda beriladi. Demak, birinchi yodlashingiz kerak bo'lgan reaksiya 1, ya'ni fosforlanish reaksiyasi. Buni bilish shart. ATF bu aytdik zaxira energiya ombori va bitta ATF ichida 40 kilojul zaxira energiya bo'ladi. Ya'ni bitta ATF ichida 40 kilojul. Mana bu yerga ham yozganmiz. Eng muhimi shu. Xo'p, umumiy energiya. Ya'ni biz organizmga kirgan oqsil yog' va uglevodni parchalaganimizdan keyin unda energiya chiqadi va biz umumiy energiya deb ataymiz uni. Lekin umumiy energiya ham turlarga bo'linadi. Ya'ni u bir qismi issiqlik energiyasi, bir qismi esa zaxira energiyasi bo'ladi. Hozir ATF haqida gaplashdik. Bu o'sha zaxira energiya, qolgan qismi esa issiqlik sifatida chiqib ketadi. Davom etamiz. Aytdik, uglevod yog' va oqsildan energiya olinadi, lekin birinchi marta organizmga kirgan oziqadan, ya'ni birinchi navbatda uglevodni parchalaymiz. Shuning uchun dissimilyatsiya reaksiyasida odatda faqat uglevod parchalanadi. Xo'p, uglevod parchalanishining bosqichlari, misol uchun mana bu ovqat. Ovqatni yedik biz. Ovqatni yeganimizdan keyin u og'iz bo'shlig'ida oshqozonda o'zgarishga uchraydi va hujayralarda, ichaklarda so'riladi, qonga so'rilgandan keyin hujayraga o'tadi. Hujayradagi mitoxondriya ichiga kirib yonish reaksiyasini amalga oshiradi. Bu 3 ta bosqichda amalga oshadigan reaksiya hisoblanadi. Ya'ni ular tayyorgarlik bosqichi, birinchi bosqich, anaerob bosqichi, ikkinchi bosqich va aerob bosqichi, uchinchi bosqich. Bu bosqichlarni biridan ikkinchisiga o'tishini aniq qonuniyatlari bor. Nima uchun o'tadi degan savol ham tug'iladi. Agar bunaqa savol tug'ilib qoladigan bo'lsa, qisqacha oddiy bitta yechim bor. E'tibor beringlar. Hujayra darajasida hujayra ichiga kira olishi uchun biz yegan osh, non yoki makaron, shunga o'xshagan uglevoddan tayyorlangan mahsulotlar juda ham kichik o'lchamda bo'lishi kerak. Bu kichik o'lchamda bo'lishi uchun albatta u parchalanishi kerak. Endi hujayrani ichiga kiradigan darajada parchaladik, hujayrani ichiga kirdi, ya'ni sitoplazmada mavjud. Endi u mitoxondriyaga kirish kerak. Ya'ni mitoxondriya energiya stansiyamiz, undan juda ham katta energiya hosil bo'ladi. Kislorod ishtirokida yoqish orqali endi mitoxondriyaga kirish uchun kirmoqchi bo'lsa, u yana kattalik qiladi va u yana bo'linadi kirish darajasigacha. Va bu ikkinchi bosqich bo'ladi. Mitoxondriyani ichiga kirgandan keyin u yerda yonish reaksiyasini amalga oshiradi va bu uchinchi bosqich reaksiyasi bo'ladi. Demak, xuddi shularni biz nomlab birinma-ketinlikda o'rganamiz. Demak, bu uchala bosqich bo'lishini ham aniq ahamiyati bor. Demak, tayyorgarlik bosqichi
Biz yegan mahsulotlar hammasi kraxmaldan tashkil topadi deb o'ylasak, ular parchalangandan keyin glyukozani hosil qiladi. Energiya miqdori juda ham kam chiqadi. Ulardan 100% issiqlik ko'rinishida tarqalib ketadi. 100% issiqlik. Ya'ni zaxira energiya umuman bo'lmaydi. Uziladi. Glyukozid bog', ya'ni ikkita glyukoza o'rtasidagi glyukozid bog' uziladi va glyukozalar alohida holatga keladi. Mana kraxmal tarkibida N molekula glyukoza bo'ladi. Ular parchalangandan keyin N ta glyukoza hosil bo'ladi biz uchun. Bu tayyorgarlik bosqichi. Tayyorgarlik bosqichi chiqadigan energiya juda ham kam bo'lganligi uchun 90% masalalarda hisobga olinmaydi, ya'ni umumiy energiya kiritilmaydi, lekin ayrim masalalardagina u umumiy energiya qismiga kiritiladi va u topish maqsadida ham berilishi mumkin. Ikkinchi atlashimiz va tushunishimiz kerak bo'lgan jarayon bu anaerob bosqich. Anaerob bosqich kislorodsiz glikoliz bosqichi deb ham ataladi. Ya'ni anaerob bosqichi degani o'zi kislorodsiz bosqich degani. Glikoliz bosqich bu uni yana bitta nomi. U qayerda boradi? Sitoplazmada boradi. Ya'ni oshqozon va ichakda kraxmal parchalanib glyukoza hosil bo'lgandan keyin hujayra ichiga kiradi. Endi glyukoza mitoxondriya ichiga kirmoqchi. Xuddi shu payt ikkinchi bosqich, ya'ni anaerob bosqichi sitoplazmada glyukozani parchalanishi reaksiyasi boradi. Xo'p, mana ko'rib turganimiz anaerob bosqich reaksiyasi. Mana bu yerda. Bu yerda glyukoza mana belgilab qo'yganman. Bu glyukoza. Glyukoza parchalanadi. Nima ta'sirda? Mana bu yerga e'tibor beramiz. Fermentlar ta'sirida parchalanadi. Parchalanayotganda energiya chiqadi. U energiyani ma'lum bir qismini ushlab turish uchun ATF hosil qilishimiz kerak. ATF hosil bo'lish uchun esa reaksiyada ADF bilan fosfat kislota ham ishtirok etishi kerak. Shunda 1 mol glyukoza yoki 180 gram glyukoza parchalangandan keyin bizda ikkita ADF va ikkita fosfat kislota o'sha reaksiyada ishtirok etib 2 mol sut kislotani hosil qiladi. E'tibor beringlar, glyukoza to'liq parchalanib ketmadi. U oddiy 2 ga bo'lindi xolos. Ya'ni u mitoxondriyaga kirishi uchun parchalanish kerak. Bo'ldi. Ya'ni 2 mol sut kislotani hosil qildi. Mana uni formulasi, bilmaganlar yodlab olish kerak va u ham 180 gram keladi, chunki o'rtasidan bo'lib qo'yapmiz xolos. Va ikkita ATF hosil bo'ladi, ikkita suv hosil bo'ladi va 120 kilojul issiqlik energiyasi hosil bo'ladi. Endi e'tibor beringlar, mana bu qism zaxira ombori. Bitta ATFda 40 ta, ikkita ATFda 80 kilojul energiya bor. Mana bu chiqayotgan ikkita suv esa fosforlanish natijasida chiqqan suv. Ya'ni mana ATFlar hosil bo'layotgan paytda suv ham hosil bo'lgan. Umumiy energiya. Umumiy energiya 200 kilojul bu bosqichda, ya'ni 80 zaxira bo'ladigan bo'lsa 120 issiqlik, ikkalasini qo'shsam 200. Mana bu yerda yozganmiz. Issiqlik energiyasi 120 kilojul, bu 60% ni, zaxira energiyasi 80 kilojul, bu 40% ni tashkil etadi. Reaksiyani yodlashimiz shart. Bu yerda nima bo'lyapti, kim parchalayapti, qayergacha boryapti? Eng muhimi shu. Reaksiyani to'liq boshidan oxirigacha bilishingiz kerak. Xo'p, davom etamiz. Ya'ni biz sut kislotagacha parchalab oldik. Endi u mitoxondriya ichiga kirish kerak. Mitoxondriya ichida endi u yonish reaksiyasini amalga oshiradi. Mana bu yonish reaksiyasi, ya'ni aerob bosqich. Aerob bosqichning ikkinchi nomi kislorodli bosqich. Ya'ni u mitoxondriyada boradi va biz uni mitoxondriya bosqichi ham deb ataymiz. Unda nima bo'ladi? Mana u birinchi yozib qo'ygan reaksiyamga e'tibor bersalaring, mana bu reaksiya haqida gap ketyapti. Bu reaksiya oldingi dastlab mavjud bo'lgan, ya'ni 15-10 yil avval ishlatgan reaksiyamiz. Glyukoza oddiy parchalanadi. Glyukoza 6 mol kislorod ishtirokida yonib, 6 mol karbonat angidrid va 6 mol suvni hosil qilardi. Endi biz ishlatayotgan reaksiya mana bu. 2 mol suv kislota, 6 mol kislorod ishtirokida yonib, xuddi o'sha bosqichda 36 ta ATF, 36 ta fosfat kislota ishtirok etadi. Bu albatta ATF hosil qilish uchun bu ikkalasi. Endi bu yonish reaksiyasini amalga oshirgandan keyin sut kislota parcha-parcha bo'lib ketadi. Bo'laklarga bo'linib ketadi. Natijada 6 mol karbonat angidrid hosil qiladi. 36 ta ATF hosil qiladi va 42 mol suv hosil qiladi. O'sha paytda 1160 kilojul issiqlik energiyasi ham hosil bo'ladi. Endi bu yerda 36 ta ATF ichida 40 kilojuldan har birida 1440 kilojul energiya saqlanadi. Mana bu yerga yozganmiz. Umumiy energiya 2600 kilojul. Ya'ni aerob bosqichda 2600 kilojul energiya bo'lib, u 100% ni tashkil etadi. Issiqlik energiyasi 1160, 44,6% ni tashkil etsa, zaxira energiyasi 1440 kilojul, 55,4% ni tashkil etadi. Bu foizlarni yodlab olish shart. Shuning uchun berilgan. Mana bu yerda ham foiz bor. Ularni ham yodlab olish shart, reaksiya bilan birga albatta.
Endi pastki qismga e'tibor beringlar. Hozirgi sertifikat savollarida tushayotgan mantiqqa asoslanadigan bo'lsak, 42 mol suv hosil bo'ldi aerob bosqichda. Shu aerob bosqichda hosil bo'lgan 42 mol suvni qanchasi fosforlanish, qanchasi oksidlanish natijasida hosil bo'lgan degan savol beryapti bizga. Demak, xuddi shu savolga berish uchun ajratganmiz biz buni. E'tibor beringlar. Nechta ATF hosil bo'lyapti reaksiyada? 36 ta. Demak, 36 ta ATF hosil bo'lsa, 36 ta suv ham hosil bo'ladi. Ya'ni boshida aytdik, 1 ga 1 hosil bo'ladi. Bu degani 36 ta suv fosforlanish natijasidan chiqqan. Qolgan 6 ta suv esa mana bu sut kislotaning oksidlanishi natijasida chiqqan. Demak, yodlashimiz kerak bo'lgan bu yerdagi 3 ta bosqich bor. Ya'ni aerob bosqich reaksiyasi to'liq yodlanishi shart va u qayerda bo'layotganligi, keyin umumiy energiya qanday taqsimot bo'layotganligi va suvning oksidlanish va fosforlanish uchun alohidalashtirilmayotgani. Va oxirgi bosqichga keldik. To'liq parchalanish reaksiyasi. To'liq parchalanish reaksiyasi nima uchun kerak? Bizga to'liq parchalanish reaksiyasi ba'zi masalalarda uzoq vaqt olganligi uchun, ya'ni ikkinchi bosqichni alohida, uchinchi bosqichni alohida qilib yozmaymizda, biz ikkala bosqichni bitta qilamiz. Ya'ni bu yerda mana ko'rsatilgan anaerob bosqich, sitoplazma, aerob bosqich, mitoxondriya A va B holatda belgilaganmiz. Shu A va B ni alohida yozmasdan to'liq holatda yozamiz. Ya'ni anaerob bilan aerobni qo'shib yozamiz. Bu yerda to'liq parchalanish reaksiyasida 1 mol glyukoza, 6 mol kislorod, 38 ta ADF, 38 ta fosfat kislota. Misol uchun mana bu yerda kislorod bor, 36 ta ATF bitta bor, 36 ta ADF va 2 ta ADF bitta bor. Qo'shsam 38 ta. Fosfat kislota ham xuddi shunday. Nima uchun glyukozani yozdim, sut kislotani yozmadim? Chunki mana bu glyukoza parchalanish sut kislotani hosil qiladi-yu. Demak, ikkovidan bittasini bo'lishi yetarli. Shunda 6 mol karbonat anhidrid, mana bu 44 mol suv, bu yerda 42 ta, bu yerda 2 ta. 44 mol suv, 38 ta ATF, bu yerda 36 ta, bu yerda 2 ta. Va umumiy 1280 kilojol issiqlik. Bu yerda 1160, bu yerda 120 qo'ysak, 1280 kilojol issiqlik energiyasi bo'ladi. Demak, umumiy energiya miqdori 2800, mana bu yerga yozganmiz. Shundan 2800 dan 1280 ni issiqlik sifatida chiqib ketadi mana. Undan 1520 miqdori esa ATF da to'planadi mana bu ATF ichida. 1520 kilojol. Endi chiqayotgan 44 mol suvni yana bo'lamiz oksidlanish va fosforlanish uchun. 38 ta ATF chiqqanligi uchun 38 ta suv. Oksidlanishga esa 6 ta suv qolyapti. Demak, bu to'liq parchalanish reaksiyasi edi. Demak, siz qilishingiz kerak bo'lgan ish hamma reaksiyalarni ketma-ketligida yodlab chiqish. Xo'p, chala parchalanish va to'liq parchalanish. Biz masalashayotganimizda ko'pincha keladigan narsa bu chala parchalanish nima, to'liq parchalanish nima? Shular haqida so'raladi. Chala parchalanish deganda bu faqat anaerob bosqich, ya'ni sitoplazma bo'ladi. Aerob bosqich bo'lmaydi. Ya'ni aerob bosqich uchun aerob bosqich amalga oshirish uchun kislorod yetishmasligi mumkin. Yoki hali mitoxondriyaga kirib ulgurmagan. Xuddi shu jarayon faqat anaerob bo'ladi, aerob bo'lmaydi va chala parchalanish deb ataymiz. Endi to'liq parchalanish, ya'ni bu haqida gap ketyapti mana bu yerda. Bu ham anaerobni, ham aerobni o'z ichiga oladi. Dastlab sitoplazmada glyukoza parchalanadi, keyin mitoxondriya ichida sut kislota oksidlanadi. Va ikkala bosqich ham bo'lganligi uchun bu to'liq parchalanish deb ataladi. Misol uchun aytayapti, 10 mol glyukoza chala va to'liq parchalandi. Anaerob bosqichda qancha ATF chiqadi? E'tibor beringlar, sitoplazma ham chalani ichida bor, ham to'liqni ichida bor. Demak, sitoplazmada 1 mol glyukoza parchalansa 2 ta ATF chiqadi. 10 moldan esa 20 mol ATF hosil bo'ladi. Yoki 20 mol suv ham chiqadi. Chunki sitoplazmada nechta ATF hosil bo'lsa, shuncha suv. Mitoxondriya noma'lum, chunki u necha mol chala, necha mol to'liqligi bilmaymiz. Shuning uchun biz yagona topishimiz mumkin bo'lgan narsa bu sitoplazmada ajratilayotgan mahsulotlar. Energiya almashinuvining ikkinchi bosqichi va glyukoza parchalanishining ikkinchi bosqichi. Bu sertifikatda o'quvchilarni aldayotgan yaxshi savollardan bittasi. Ya'ni masalani to'liq yechib bo'ldik, masalani oxirida savol kelyapti. Energiya almashinuvining ikkinchi bosqichidagi energiyani, umumiy energiyani top yoki glyukoza parchalanishining ikkinchi bosqichidagi umumiy energiyani top. Bu ikkalasi ikki xil narsa. O'quvchilar esa ba'zidan bir xil deb qabul qilib olishyapti uni. Misol uchun energiya almashinuvining ikkinchi bosqichi deganda biz anaerobni tushunamiz.
anaerobni tushunamiz. Glyukoza parchalanishining ikkinchi bosqichi deganda esa aerobni tushunamiz. Ya'ni energiya almashinuvning ikkinchi bosqichida anaerobdan javob qidirsak, glyukozaning ikkinchi bosqichi u aerob. Nima uchun unaqa bo'lyapti? Chunki glyukoza sitoplazmada parchalanishni boshlaydi. Demak, men sitoplazmada parchalanish jarayoni birinchi bosqich, mitoxondriyada ikkinchi bosqich bo'lyapti. Demak, bu ikkalasini farqi bor ekan. Masala ishlayotganimizda xuddi shunga ahamiyat qaratishimiz kerak. Demak, sizlar bilan Muhammad Ali Umarov bo'ldi. Bugun sizlar uchun energiya almashinuvini to'g'ri ko'rib chiqdik. Qilishingiz kerak bo'lgan narsa hamma reaksiyalarni yodlash. 4, 3, 2 va birinchi bosqich reaksiyalari. Telegram kanalimiz bor. Mana u yerga qo'shilib oling. U yerda siz uchun foydali kontentlar beriladi va u yerda mana shu videodagi ishlatilgan faylni PDF holatda tashlab qo'yamiz. Rahmat.